Assalomu alaykum yaqinlar, birodarlar, yaxshimisizlar? Ishdagilar charchamay ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Mana bugun Xudo xolasa yana bir fayzli xonadonimizni ustakalarimiz chiroyli qilib bitirib berishgan ekan. Video obzor tarzida ulashyapman sizlarga. Xo'p, yaqinlarimiz, devolingizni tashqi fasadini nima qildirishga o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, sokullaringizga kafil qildirsangiz qimmat tushib ketadi yoki da bo'lmasa bir boshqacharoq kafilni o'rniga narsa qildirmoqchi bo'lsangiz, mana yaqinlarimiz gipki kaminni tavsiya beramiz. Devorlarda ham agarda devoringiz qumshoq holatda bo'lsa, mana shunaqangi ajnabiy bir ajoyib tus beruvchi gipki kaminni tavsiya beramiz tashqi fasadga va ichki fasadga. Yaqinlarimiz, bu obyektimizni xudo xolasa oq mramor fasonda qilib bitkazib berdik. Hop, ramkalari qora mramor fasonda, mana ko'rib baho beraverasizlar. Shu joyga bir dona like bilan poddershka qiling, doim xizmatingizda bo'lamiz. Hamma kuzatuvchilarimizni uylarini chiroyli qilib bitirib berishida Alloh o'zi nasib etsin. Xo'p, yaqinlarimiz, ko'rib baho beraverasizlar. Mana sokullarga ham alohida mehrlar berildi mana. Xo'p, seri mramor fasonda bo'ldi. Sokullar bilasizlar, teskir bo'ladigan joy, yomg'irda, sochinda, suv sepilganda teskir bo'ladigan joy. Shuning uchun biz bu yerga kulrang rangidan foydalandik, ya'ni dengiz ko'pigi deb nomlayman men bu fasonni. Hech kimda yo'g'idan qilib bitirib berdik. Xudo xolasa qolgan gipki kaminchilar bu fasonni bizdan olib foydalansangiz ham bo'laveradi. Mana tayyor fason. Xo'p, gipki kaminni ko'rib baho beraverasizlar. Qolgan joylarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, bu devor shikaturka bo'lgan, qumshoq bo'lgan holatda edi. Hop, oldin emulsiya berib, oqay berilgan ekan. Kelgunimizcha uyda egalarini o'zlari kafilnikiga tortib qo'yishdi. Mana ustidan biz xizmat qilib berib ketyapmiz. Xo'p, nima xizmat qildik? Kafilnikining ustidan biz mana shu g'ish fasonda choklarni ko'rib turibsizlar, oq. Mana shu oq, ya'ni travertin gruntovkasi bo'ladi yoki da emulsiya qiladi ko'pchilik. Mana shu orqasidagi fonini ham olib keldik. Gipki kamin tayyorlangan, gipki kamin keldi. Xo'p, dastavka xizmati, undan tashqari ustakalarimizni yopishtirish xizmatlari hammasi ichiga kirib ketdi. Ha, ko'rinaver endi sabaqa o'tib qochmasdan. Xo'p, mana ko'rib baho beraverasizlar. Bir ajoyib bo'ldi. Gullariga ham bitta kommentariyada fikrlaring qoldiringlar. Yaqinlar. Mana. Xo'p, bu tomonda sokullarini ko'rsatadigan bo'lsak, bu obyektimiz endi hammaga mullajiring qiziqda. Puli bilan qiziqtirishdan oldin bilmaganlar uchun qisqa ma'lumot berib o'taman. Yaqinlar, gipki kamin o'zi nima? Gipki kamin qumshoq bo'lgan, ya'ni tekis devorlarga yopishtiriladi, qalinligi 0.5 bo'ladi. Ya'ni nilon qalinligida bo'ladi. Yuzak qismi mramor toshli kroshkasidan bo'lgan bo'ladi. Xudo xolasa buni yopishtirilgandan keyin suv bilan, karchir bilan bemalol yuvsangiz bo'laveradi. Devorga namlikni o'tkazdirmaydi, toshlari to'kilmaydi. Xudo xolasa ranglari o'chmaydi. 15 yil garantiyalari bor, undan uzoq turib beradi. Har xil fasonlari, har xil ranglari bor yaqinlarimiz. Telegramdan aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa katalogni tashib beramiz. Bundan boshqa fasonlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa xizmatlar ichiga kiradi? Telefon qilasiz, shunchaki bitta telefon qilasiz, borib uyingizga o'zimiz borib, shaxsan o'zim borib, ya'ni uyingiz past balandligiga qarab, darvozangizni, eshik derazangizni, patologiyangizni rangiga qarab, mana bu fason to'g'ri keladi, mana bu fason to'g'ri kelmaydi, maslahati beriladi. Ya'ni dizayn xizmatlari ham mutlaqo bepul bo'ladi yaqinlarimiz. Hech qanday rasxod qilinmaydi, xudo xolasa. Xo'p, narxlari xudo xolasa yaqinlarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Narxlari 95 ming so'm bo'ladi. Agarda devoringiz tayyor holatda bo'lsa, ya'ni qumshoq holatida bo'lsa, agarda qumshoqni ustidan shpakilovka berib, ya'ni rang berib qo'yilgan bo'lsa, emulsiya berib qo'yilgan bo'lsa, emulsiyasini shilib tashlab bir suv kafilnikiga tortib olish kerak bo'ladi. Devor tayyorlash xizmati alohida bo'ladi. Metr kvadratiga 10 ming so'm, 15 ming so'm qo'shilib qoladi yaqinlarimiz. Endi loysuvoq devorlarga bo'ladimi? Bo'ladi albatta, faqatgina o'sha silliq holatda, ya'ni padmayak holatda, tekis holatda bo'ladigan bo'lsa, unga ham kafilnikiga tortib olib yopishtirsa bo'ladi. Agarda g'ish holatida yoki qumshoq bo'lmagan holatda yoki shilaka blok bo'ladigan bo'lsa, bo'lmaydi yaqinlarimiz, oldindan aytib qo'yamiz. U devorni shikaturka qildirish kerak, ya'ni qumshoq qildirish kerak. Xo'p, bu joyimizni kafilnikiga tortib qo'yishganida tayyor devorga gipki kamin, dizayn xizmati,
dastavka xizmati, usta xizmati hammasi ichida bo'lib, hop 10.450.000 so'mga 95.000 so'mdan metr kvadratini bitirib berdik. Xudo xolasa 110 kvadrat joyda hop 10.450.000 so'mga qilib bitkazib berdik yaqinlarimiz. Pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Toshkentgacha 200 kvadratgacha. Agar 200 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa, jicha-picha yo'l kira pullari qo'shilib qoladi. Endi Toshkentdan u yog'ini aytmoqchiman. Toshkentdan u yog'i. Vodiy ichi farqi yo'q, 50 kvadratdan oshiq joyga borilaveradi yaqinlarimiz. 50 kvadratdan oshiq joyga borilaveradi. Ya'ni 100 kvadrat atrofida bo'lsa, borilaveradi. Bemalol 50 kvadrat joy bo'lmaydi-yu, hech jahonda. Shu 100 kvadrat 100 dan oshiq bo'lsa, bemalol O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Xo'p, narxlar o'zgarmaydi. Xudo xolasa Toshkent, Voha tomonlarga o'sha 200 kvadratdan kam bo'ladigan bo'lsa, yo'l kira puli qo'shilib qoladi o'zmoz. Xizmatinglardamiz. To'liq ma'lumotni agarda bera olmagan bo'lsam, siz ham yomongina bo'lyapti, qattiqgina bo'lyapti. Uzumlab pishibdi, sizlar tomonda ham pishdimi yaqinda. Hamma kuzatuvchilar iltimos qilib qolardim, kanalga obuna bo'ling. Iltimos qilardim yaqinlar. Tirikchilik ancha bolalar ishlaydi komandamizda. Ochiq oydan aytaman, haligi sotib oling, u qiling, bu qiling, yoqib ko'rsataman, yuvib ko'rsataman, u narsalar o'tdi o'sha. Ochiqchasiga gapiramiz. Ko'pchilik ishlashadi. Shu sizlarni layklaring qora qozonlari, yigitlarning qora qozonlari qaynab turishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni layk ko'paysa, kommentariya ko'paysa, videomizni ko'ruvchilar ko'payadi. Video ko'ruvchi ko'paygandan keyin videoni ko'pchilik ko'radigan bo'lsa yaqinlarimiz, mana shu xizmatni qildiruvchilar ko'payadi-da. Xizmat ko'paygandan keyin, zakaz ko'p bo'lgandan keyin ko'pchilik ish bilan ta'minlanadi. Ko'pchilikning uylari chiroyli bo'lib bitib qoladi. Shuncha ish bo'lib ketadi-da. Bir dona layk bilan poddasha qiling yaqinlarimiz, doim xizmatingizdamiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin, pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Layk bosgan qo'llaring pachka-pachka dollarlarni sanasin yaqinlar.